Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega ba'zan kiyimlaringiz toza chiqmaydi, ba'zan esa kichrayib qoladi? Sababi oddiy. Siz to'g'ri dastur tanlamayapsiz. Birinchisi aralash matolar. Har xil kiyimlarni birgalikda yuvish uchun eng qulay dastur. Ikkinchisi super tez, 15 daqiqada yuvish, shoshilganda juda qulay. Keyingisi esa yungli mato. Sviter, sharf va yungli kiyimlar shaklini yo'qotmasdan yuviladi. Keyingi dastur esa ko'ylak, ofis kiyimlari uchun burishmaydi, dazmollash oson bo'ladi. Keyingi dastur esa sport kiyim. Sport kiyimlaridagi dog'lar va hidlarni chuqur tozalaydi. Keyingi dastur esa intensiv, juda iflos kiyimlar uchun, masalan, bolalar o'yin kiyimlari. Keyingi dastur esa choyshablar, ko'rpa, yostiq, choyshab kabi katta narsalarni yuvadi. Keyingisi esa allergik parvarish. Bug' yordamida allergiyani keltiruvchi chang va bakteriyalarni yo'q qiladi. Keyingisi esa paxta. Paxtali kiyimlar uchun universal dastur. Keyingisi esa dastlabki yuvish. Juda iflos kiyimlarni yuvishdan oldin namlaydi. Keyingi dastur Eco 4060. Elektr va suvni tejaydi, lekin tozalash sifati yuqori. 20 harorat. Eng past haroratda nozik kiyimlarni yuvadi. Keyingi dastur esa mayin mato. Ipak, atlas kabi sezgir matolar uchun. Keyingi dastur esa barabanni tozalash, mashinani ichki bakteriya va kir qoldiqlaridan tozalaydi. Keyingi dastur esa siqish. Kiyimlarni faqat siqqanda kerak bo'ladi. Chayish va siqish esa yuvilgan kiyimlarni chayib siqadi. Agar sizda ham qaysi dastur nima uchun degan savol bo'lgan bo'lsa, ana endi javobini bildingiz. Premier hamyonbop texnika.